16 yosh bola bo'lganmiz, ikkita 16 yosh bola maktabda o'qiganmiz va pul qilish niyatimiz bo'lgan va производствоga kirmoqchi bo'lganmiz. Birinchi Nike Palonni svetshotlarini chiqarmoqchi bo'lganmiz. Undan keyin qanaqa qilibdir brend одеждаning yo'liga tushib qolganmiz. Ikkita idea bo'lgan, Clouds va O'zbek degan nazvaniyani aniq qilish va O'zbek deb nomlaganmiz va 2 yildan beri ishlab kelyapmiz. 2 yildan ham oshib qoldi, xudo xolasa. Birinchi navbatda O'zbek brendi boshqa brendlardan nazvaniyasi bilan, ismi bilan ajralib turadi. O'zbek degan ot uncha-munchasi deydi, unikalniy deb hisoblaymiz. Undan tashqari chiqaradigan narsalarimiz juda ham unikalniy va молодежьga nima deydi? Молодежь trendlariga juda ham mos keladigan tovarlar chiqaramiz deb o'ylaymiz. Meni ismim Kamron va men O'zbek brendi asoschisiman va biz O'zbekiston san'at haftaligida ishtirok etamiz.